Va barchaga salom do'stlar. Bu men Dekplaynobiq va biz bugun qishloq topish yo'lini o'rganamiz. Xo'sh, bizning birinchi komandamiz Herosant deb yozsanglar do'stlar. Ana shu yerdagi bir daraxtning oldida paydo bo'lamizda. Mana kelib paydo bo'lgan joyimiz do'stlar. Shu bilan to'g'riga qarab yurishimiz kerak-da. Xo'sh, shu bilan yuramiz va manaki bizning qishlog'imiz do'stlar. Manaki kompotning uyi ham ko'rinib turibdi do'stlar. Ritillar ham bor albatta. Mana bu yerda sandiq bor. Shu oddiygina narsalar desa ham bo'ladi. Shu bilan chiqamiz. Bu yerdan do'stlar. Shu bilan bitta mi so'zi borda do'stlar, eslab qolinglar. Shunday ana shu tugmani ko'ryapmizki, bosib turibman. Ana shuni bossanglar do'stlar, aynan qishloqda o'zida paydo bo'lamiz. Hozir qasrida oldidan paydo bo'ldik. Malika jitillar shuncha sabzini olib yotibdi. Xo'sh, yana chiqamiz bu yerda. Shu bilan endi 3 raqamini hammamiz bilamizki, ana shu yerda to'ldiramizda do'stlar. To'lsin, aynan. Shu bilan bosamiz do'stlar. Kim bitta joyda paydo bo'lamizda. Shu bilan ana tomonga qarab yuramiz va hattoki yuramiz. Manaki bizning qishlog'imiz do'stlar. Bu yerda jitillar kam bo'lishi mumkin. Aniqini bilmayman, lekin yashasa bo'ladi do'stlar. Shu bilan chiqamiz. Shu bilan raqamni yozamiz yana do'stlar. Hammasini yana 9 bilan to'ldiramiz. Voy, nima bo'lib ketdi? 9 bilan to'ldiramizda, xo'sh do'stlar. Shu bilan to'lsin. Bitta ham joy qolmasin. To'lgandan keyin bossak ham yana ko'paymaydi. Shu bilan yana ana shu tugmani bosamiz. Hozir bitta paydo bo'lgan joyimiz mana shu. Ana shu yerdan to'g'ri ana shu tomonga yuramiz. Bu tomonga bormanglar do'stlar. Chunki yerda qishloq yo'q bo'ladi. Shu bilan ana shu yerda bitta daraxt turgan bo'ladi. Ana shundan yana to'g'ri yursanglar, ana kompotning uyi ham ko'rinib turibdi do'stlar. Xo'sh. Bu qishloq ancha kattaroq, lekin qasr yo'q ekan. Bu juda yomon do'stlar. Bu nima bo'ldi? Yo'qotamiz. Xo'sh, qo'yilma. Qanaqadir oddiy narsalar bor-da. Herosant komandasida faqat kirka ham non ham qo'shilibdi do'stlar. Xo'sh, yana chiqamiz. Shu bilan do'stlar, endi bitta kodni yozamiz. Agar esingizda qolmasa, qanaqadir qog'ozga yozib qo'yinglar do'stlar. Xo'sh, mana bunday yozishimiz kerak. 11:35 shu bilan qanaqa kod edi? 27 va 0 va Torios. Xo'sh, bosamizda do'stlar. Va bu boynagi joy. Ana shunaqa kod bilan yozib qo'yinglar albatta, chunki bu kerak bo'lishi mumkin. Agar aytgan so'zlarim esingizda qolmagan bo'lsa, xo'sh, yana chiqamiz. Shu bilan keyingi kodimiz do'stlar 120 va 606 va 29 83. Hozir shu bilan yana shu tugmani bosamiz do'stlar. Va manaki ana shu yerda ham yana bitta qishloq bor. Katta uylar juda ham ko'p ekan do'stlar. Keyin juda ham ko'p gullar bor yashamoqchi bo'lsanglar. Xo'sh, yana chiqamiz do'stlar. Keyingi kodimizni yozamiz. Keyingi kodimiz 171 do'stlar. Hattoki 800
41 ham qo'shiladi va 85 va 13. Shu bilan yana bosamiz do'stlar. Shulgumani to'g'rilaringda yana bitta qishloq bo'lgan bo'ladi. Hozir bu safar qasrda yaxshi ham qo'yibdi. Bu mening yaxshi ko'rgan uyim bo'ladi do'stlar. Agar bilib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi-da. Xo'sh, yana chiqamizda. Keyingisi eng oxirgi raqam 10, 20 do'stlar. Keyin 778 va 06 do'stlar. Shu bilan yana shu tugmani bosamiz. Ana shunaqa joyga paydo bo'lamiz do'stlar. To'g'rilaringda yana bitta qishloq bo'ladi. Xo'sh, bu qumli zonada ham topa olasizlar. Faqat qumli bloklardan qilingan bo'ladi do'stlar. Xo'sh, shunaqa chiroyligina uylar bor ekan. Xo'sh do'stlar, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna va like bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan men Dekplay Nobik va hammaga xayr.